Omadga ushlab qolish kerak. Qo'lingga bitta katta pul kelib qolsa, nima qilishingni bilmay qolar ekansan, o'rtoq. Amaking do'konlari shuncha paytdan ishlayotgan bo'lsang, davay, senga bitta ofisni magazin ochamiz. Erkinlikni o'z qo'ling berayotgan bo'lsalar, nima muammo? Gapirish oson. Bitta magazinni ochish o'zi emas, agar bilsang. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Maylicha, sen eplaysan. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. To'g'ri aytasan. To'g'ri aytasan. Amakim do'kon o'rtoq. Ertaga ochishga ketdi, zo'rlik xo'rsa zo'r bo'ladi o'rtoq. Tavay ketdi. Bugungi dunyo ammo kechagidek emas. Ishlar bo'lib ketyapti, xayolingga kelmas. Nafsimizni xohishlari ko'p. Unga qat'iyat bilan yo'qligimiz kelmas. Ko'p narsani boy berganmiz allaqachon. Oltinlardan arzonroq turadi bu jon. O'yin kulguga beriladi battar inson tushunib yetadi qachon. Unutib bormoqda o'zligini bu dunyoga nechun Sen eplaysan-da. Hali bundan ham ko'p ishlar qiladi. Foydasi yo'q, afsuslanganligini. Nima bo'ldi bu dunyoga, nima bo'ldi odamlar? Yo'lab ketamiz gunohga, zulmatga bosib qadamlar. Bola orzulari katta edi. Hali bu yo'l bilan qism orzulariga yetishmagan. Bilmaymiz yana qancha qoldi, balki qolmagan ko'rsatlar. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان